Burundan shu techalganini eshitganmisiz? Doimo burunga sprey sepib yuruvchi, burni bitib yuruvchi bemorlarda uzoq vaqt shu spreyni ishlatish natijasida burunni to'sig'i teshilib qolish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Mana bitta misol. Bemor keldi, to'xtovsiz burun ochuvchi spreylardan 3-4 yil davomida foydalangan. Tartibsiz, palapartish. Mana shu bemorda burun to'sig'ini teshilib qolish holati kuzatilgan. Taxminan 1 santimetrlik teshik burun to'sig'ida paydo bo'lgan. Mana shu bemorning burni doimo shu techalib nafas oladi. Doimiy burun ochuvchi spreylarni foydalanadigan insonlarda bosh og'rig'i, ko'z nurini pasayishi, doimo burun bitib yurish, mana shu dorilarga qaramlik rivojlanishidan tashqari burun to'sig'ini ham teshilib qolish holatlari juda ham ko'p uchraydi va burun ustki qismi ko'pincha cho'kib qoladi. Ana endi mana shu bemorning teshilgan burun to'sig'ini yamab beramiz. Siz doimo burun ochish uchun ishlatadigan sprey burun qonashiga va burun to'sig'ini teshilishiga sababchi bo'lib qolishi mumkin. Shu sababli bunaqa spreylarni ishlatishdan ehtiyot bo'ling, lor vrachiga murojaat qiling. Bularning yechimi juda ham oddiy va oson.